Bugungi darsda PowerPointda ishlash bo'yicha boshlang'ich tushunchalarga ega bo'lamiz. Dastlab PowerPoint dasturini ishga tushiramiz. Buning uchun Pusk menyusidan qidirsak ham bo'ladi. Qidiruv qismiga PowerPoint deb yozamiz. Ilova chiqdi. Yoki bo'lmasa, buni yana bir usuli bor. Kompyuter ekranining bo'sh qismiga sichqonchani eltib o'ng tugmasini bir marta bosamiz. Ko'rib turgan menyudan Sozdать buyrug'ini tanlaymiz. Shunda deyarli barcha Office dasturlari chiqadi va bu yerdan prezentatsiya Microsoft PowerPointni tanlaymiz. Bunday holatda ekranda alohida PowerPoint fayli ochiladi. Qidiruvdan ochsak esa ekranda chiqmaydi. Farqi shunda. Chiqqan faylni ustiga sichqoncha tugmasini 2 marta chertsak fayl ichiga kiradi. Hali amallar aktivlashmagan. Ekranga sichqonchani 2 marta chertsak, dastur faollashdi. Yana bir farqini aytib o'tishim kerak. Qidiruvdan kirganda PowerPoint dasturiga dastlab dizayn tanlash oynasi chiqadi. Ekrandagidan kirsa esa pustoy oyna chiqadi. Ikkala holatda ham dizaynni o'zgartirish mumkin. Bundan masalan bu dizaynni tanlasak, dizayn tanlaymiz hamda Sozdать buyrug'ini tanlaymiz. Ko'rib turganingizdek, bo'sh oyna, ekranning chap tarafida esa listlar soni va list ichidagi ma'lumotlar ko'rinib turadi. Listiga dizayn beramiz. Buning uchun ekranni yuqorisida joylashgan amallar menyusidan dizayn bo'limiga kiramiz. Bir qancha taqdimot dizaynlar chiqadi. Mavzuyimizga oidini tanlaymiz, taqdimotni boshlaymiz. Dizayn faollashdi. Taqdimotga yangi list qo'shish uchun esa vstavka bo'limidan Sozdать slide buyrug'ini tanlaymiz. Agar Sozdать slide buyrug'ini ustiga sichqonchani 2 marta chertsak, birinchi slayd kabi slaydlar paydo bo'ladi. Sozdать slide yozuvini oldidagi belgini ustiga bossak, slayd ko'rinishlari namoyon bo'ladi. Bu yerda faqatgina yozuv qo'yiladigan slayd, bitta rasm qo'yiladigan slayd, bir nechta rasm qo'yiladigan slayd bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa pustoy slayd ham bo'ladi. Hech qanaqa yozuv, rasm uchun joy ajratilmagan bu slaydga. Ekranning chap qismida slaydlar ko'rinib turadi va ular ichidagi ma'lumotlar ko'rinib turadi. Slaydga vstavka bo'limidan figura, diagram, klaster shablonlari qo'yishimiz mumkin. Shuningdek, rasm chaqirib olishimiz ham mumkin. Rasmni internetdan chaqirishimiz, qurilmadan chaqirishimiz ham mumkin. Jadval, video, ovoz, audio qo'yishimiz mumkin. Biz taqdimot tayyorladik. Taqdimotdagi slaydlar tartib bilan o'tishi lozim. Slaydlarga perixod beramiz. Amallar menyusidan perixod bo'limini tanlaymiz. Bu yerda turli xil perixod namunalari chiqadi va shundan mavzuyimizga oid perixod tanlaymiz. Ko'rib turganingizdek, perixod tanladik. Turli xil perixod namunalari bor. Ya'ni bu o'tish effekti deyiladi. Bir slayddan boshqa slaydga o'tish effekti. Bu yerdan esa slaydga ovoz berishimiz mumkin, slayd vaqtini sozlashimiz mumkin. Endi slaydga perixod berdik. Slayddagi har bir elementga animatsiya berishimiz mumkin. Deylik, birinchi slaydga sana yozamiz. Biz mana shu sanaga animatsiya berishimiz mumkin. Endi ta'limiy e-kontent yozuviga ham animatsiya berishimiz mumkin. Va xuddi shuningdek, taqdimotga rasm chaqirib, rasmga ham animatsiya berishimiz mumkin. Rasm belgilab olamiz hamda animatsiya bo'limiga o'tib, bunga ham animatsiya beramiz. Slaydimiz tayyor bo'ldi. Endi esa slaydni namoyish qilishni o'rganamiz. Chun yuqoridagi menyudan Slide Show bo'limini tanlaymiz. Shunda sначала buyrug'ini tanlasak, slayd namoyish bo'ladi.
keyingi tugmasini bossak, slayd namoyish bo'laveradi. Slaydga vaqt berishimiz ham mumkin. Ko'rib turganingizdek, PowerPointda taqdimot tayyorlash xuddi shu tarzda amalga oshiriladi. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha